Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent metropoliteni sizlarga qulay va tezkor xizmat ko'rsatish maqsadida zamonaviy to'lov infokioskalarini taqdim etadi. Infokioskadan foydalanish juda sodda. Ekrandagi ko'rsatmalarga amal qilib, kerakli chipta turini tanlang. Agar siz chipta narxidan ko'proq pul kiritsangiz, qaytim telefon hisobingizga tushadi. Buning uchun telefon raqamingizni yozishingiz kerak. Bir vaqtning o'zida bir nechta chipta xarid qilishingiz mumkin. Bu yaqinlaringiz bilan safar qilayotganda yanada qulaylik yaratadi. Infokioskga quyidagilarni kiritish mumkin emas: yaroqsiz holdagi pullar, tangalar va plastik kartalar. Agar yuqoridagilarning birortasini kioskka kiritmoqchi bo'lsangiz, u ishlamay qolishi mumkin. Agar infokioskadan foydalanishni bilmasangiz yoki chet el fuqarosi bo'lsangiz, metro xodimlariga murojaat qiling. Xodimlarimiz sizga mamnuniyat bilan yordam beradi. Qoidalarga rioya qiling va infokiosklardan to'g'ri foydalaning. Bu umumiy qulaylik va xavfsizlik garovidir. Toshkent metropoliteni siz bilan harakatda.